eski Toshkent haqida ozgincha gaplashamiz. Toshkent eski Toshkent. Toshkentga kelib yashayotganlar bor. Toshkentda yashayotgan eski toshkentliklar bor. Misol mana uchastkalarning yonida yuribman, ko'p e'tibor berardim bu holatga. Hozir yana tasdig'ini topyapti, ko'p marta topgan. Lekin shunaqa mahallalar yana yurayotganim uchun yana sizlarga bitta ko'rsatay dedim. Qaranglar, gap nima haqida? Uchastka to'g'rimi? Archa ekilgan, izgirtli ekilgan, daraxtli ekilgan. Mana bunaqa trotuar tashlab ketadi bilsanglar. Uni faqat Toshkentda yashayotgan toshkentliklar biladi. Mana rishotka eshikni ochib qoldirgan, uni o'tib ketsanglar bo'ladi. Mana rishotka eshigi ochiq. Hozir ko'rsataman, o'sha ko'rib qoling. Ayrim to'sib oladiganlar ham bor. E'tirozim yo'q. Uysilarniki, mahallasizlarniki, ko'chasilarniki xohlaganinglar qilasizlar. Lekin buni vibe aurasini qaranglar, eshik bor, ochib o'tib ketsanglar bo'ladi. Bu uchastkalar 40-50 yillik uchastkada. 50 yillik odat desak ham bo'ladi, urf desak, an'ana desak ham bo'ladi, bilmayman yana. O'zinglar bitta baho berasizlar, qaranglar mana. Uzunnasiga ketgan. Eski Toshkentda bekor ketmadim. 40 yillik, 60 yillik uchastkalar, mahallalarda bor-da bu narsa. Hozirgi Toshkent, yangi Toshkentda bu narsalar kam. O'zining uchastkasini o'rab olsa-da, keyin qo'shnisinikini ham o'rab olsa-da, keyin mahallani ham to'sib qo'ysa-da, shlagbaum qo'yib qo'ysa-da. Qaranglar mana. Mana qancha o'tsanglar yo'l bor, trotuar bor. Mana rishotka bilan, rishotkam o'ralgan, огород o'ralganda, eshigi bor, o'tib ketasizlar. Mana qaranglar, trotuar takkansa ko'chaning oxirigacha. Mabodoga Yashabaska rayon, Yangiobod mahalla. Oldinlar qo'rqishgan. Birov yerni olib qo'ymay, davlat yerini olib qo'ymay, birov haqqini olib qo'ymay degan narsalar bor edi. Hozir navorot. Birov haqqini qarab olib qo'ysam ekana. Birov haqqini qanaqa qilib bildirmay olib qo'ysam ekana, qanaqa qilib ichib qo'ysam ekana.